Meni odam bo'ladi degan doktorlar 3 doktor odam bo'lmaydi, buni qanday qilamiz dedim. Lekin rahmat doktorlarga, lekin yaxshi bo'ldim. Men yaxshi bo'lmayman dedim. Sherimgacha chechib ketdim. Mamamiz Boboyarova Gulsara mama 1958-yilda tug'ilgan Paxtachi tumanida. 2024-yilda butun tanada shish, oyoqlar, sonlar, qorin bo'shliq, ko'krak soati shu yergacha bo'lgan og'ir ahvolda keluvdi. Shundan keyin onaxonni davoladik. Ungacha qayerlarga davolandingiz mama? Samarqandga 2 marta bordim. Xo'sh, Navoiyga 1 marta bordim. Yo'qda ham yotdingizmi? Ha, yotdim. 10 kun, 6 kun yotdim, davosini topmadim. Oxiri sherga keldimdan davoni topdim. Mamamiz kelganda 2024-yil dekabr oyida edi. 12 kun davolandidan barcha kasalliklar yengillashib, remissiya davriga tushib ketuvdi. Unda kelganda vazn unchalik og'ir ediki, yurishga holi yo'q edi, ovqat yeyishga, ishtaha, gapirishga ham holi yo'q edi. Nafas shunchalar qisqa ediki, nafas qisish oqibatida 10 minut, 15 minut ham uxlolmasdi. O'tirgan holda uxlaydi, yotolmasdi, shunchalar nafas qisqa edi. Shish shunchalar ediki, ko'krak sohasigacha bordi. Oyoqlar shunchalar shishgan ediki, nask kiyganda nasklar botib ketadi. Oyoq kiyimlari, tuflilari o'ziga bo'lmaydi. Oyoq kiyim bo'lmagandan keyin qishki kuniga sovuqda tapichka kiydi. Oyoq sig'magandan keyin majbur tapichka kiyadi. Ayanchaligim bor, kilorik. Keyin ishlar qaytib boshlandi. Davolash kursini boshlaganimizdan keyin 1 haftaga borgandan keyin uyqu boshlandi. Uyqu dori qilib, uyqu dorisini ichirib ham yarim soat, 1 soat uxlatmasak uxlatolmasdi. Keyin o'zgarishlar yaxshi boshlagandan keyin 12 kunga borgandan keyin barcha ishlar qaytib uyiga javob berdi. Hozirgi kunda ishlar u darajaga bormaydi, ozmas qaytalaydi, u darajaga bormaydi. Oyoqlarda shish ko'rinmay qolgan, ishtahasi, uyqusi joyiga kelgan. Hozirgi kunda 200 metr, 300 metr yuradi. Ovqat yeyishi yaxshi joyiga kelgan. Peshob siydik chiqmay qolgandi. Hozir siyliklar joyiga kelgan. Hozirgi kunda ishlar ozmas qaytalaydi, u darajaga bormaydi. Ozmas qorin sohasida bo'ladi. Oyoqlarda hozir shish ko'rinmay qolgan. Uyqulari joyiga kelgan, ishtahasi joyiga kelgan. Faqat oyda 1-2 ko'rinib, ba'zida 2-3 kun yotib, lichinasi qilib kelyapmiz. Yurak yetishmovchiligi bor, yurak yetishmovchiligi oldiga qaraganda ancha yengillashgan. Yurak yurishlari 140-160 tagacha chiqib ketadi. Hozirgi kunda 80 ta, 90 taga tushib qolgan. Maksimum jismoniy nagruzka berganda 100 ta, 110 tagacha boradi. Meni davolab shu onaga yetgani uchun rahmat. Doktorlarga, medsestrlarga rahmat. Yuzlarga kirib turing. Doim omadda bo'ling. Sher hayot shifo, bemorlarning dardiga davo. Avaz aka, kelgandagi holatingiz qanaqa edi va hozirgi holatingiz qanaqa? Shu haqida bizga gapirib bering. Assalomu alaykum hammaga. Mana kelganimdan beri bu yerga kelib davolanishimdan oldin meni bosh og'rig'i, yurakda sanchiq, bosh aylanishi, qo'llar uvishi, uyquni kamligi bezovta qilardi. Vesim 126 kilo edi kelgan paytim. Mana shu vesim hozirgi kunga kelib 110 kiloman hozir, Xudoga shukr. Xo'p, 16 kilo og'irlik yo'qotdim. Mana shu davolanib kelganimdan beri o'zimdagi barcha shikoyatlardan bartaraf bo'ldim. Ya'ni bosh og'riqdan xalos bo'ldim, bosh aylanishlar ketdi, qo'llarim uvishlari, yurakda sanchiqlar barchasi ketdi. Ukol dorisiz, dorivor giyohlar bilan davolanish bu qulay ekan. Doktorning hamma aytganini qilib, mana shu 17-sutkagacha hech nima yemay keldim va o'zimda ancha o'zgarishni his qildim. Doktorga rahmat.